Assalomu alaykum kuzatuvchi, yaxshimisizlar? Tracker avtomobillari. Bu mashinamizni ko'rib beryapmiz. Bunda bo'layotgan muammosi. Mashina yurgan paytida rullari qotib qolyapti ekan, mana o'zi rullarini ham ошибкасы chiqib qolgan. Ichkarida tabllarda mana bunaqa rulda problemasini bo'layotganini ko'rsatib beryapti. Mashinani rul qotib qolgan vaqtida boshqarishda umuman iloji yo'q, chunki bularniki elektronniy rul bo'lganligi uchun. Biz bu mashinamizni kompyuterga solib, diagnostika qilib, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu Tracker avtomobilimizni muammosi, akkumulyator almashtirganlar o'lib qolgan paytda boribdi, bo'shatib olgan. Xotiring hisobga. Mana shu ruldagi o'shani hisobiga bu rullarida muammo qilgan. Qolganlarni ham ko'rib olinglar. Meni mashinani bitta zavod qilib ko'ramiz. Mashina zavod bo'ldi, ishlashlari zo'r. Xohlasa muammo qilmaydi. Mana rullari ham yumshoq bo'lib qoldi. Bir qo'lda ham boshqarsa bo'laveradi mana. Tracker Onyx haydaydigan shopirlarimizga bitta eslatma, iloji boricha mana pullarimiz ham savibdi. Yo'llarimiz yomg'irli va qorli holatlarda elektronniy rul bo'lganligi uchun juda hushyorlikda boshqarishlaringizni so'raymiz. Elektronniy rul bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, ishimizni har doimgidek sifatli, shu bilan birgalikda garantiyali qilib bitkazib beramiz.